Assalomu alaykum. Mana navbatdagi o'kirimni o'rnatib bo'ldik. Yakuniy ishimiz hozir o'chik. Spesialni o'chirganmiz. Miya o'chik turibdi, qolganlari ishlashga tayyor. Mana amperlarni birinchi ko'rsatak. Motorimiz 56 olyapti. 57 mana. Motor yurib turibdi. Motor yurib turibdi. Mana bu yerda ham 56. Endi buni afzalligi nima degan joyida, misol uchun mana shu motorda hozir to'liq mощность KV tortyapti-da, misol 30 kilovatlik motor 57 amperda ishlayapti. Endi bu yerda buni o'kirimshitni qo'yish maqsadi, mana ichidagi reaktivkani kompensatsiya qilish maqsad. Endi mana hop qo'shamiz. Bunga qo'shildi. Mana 784 gacha tushgan kosinus. Mana bitta birinchi banka mana ko'tarilishni boshladi kosinus. Shu ko'tarilish vaqtida o'zi asl kosinus 1 bo'lish kerak. Mana bu yerda hozir 998 999 bo'ldi. Mana kosinus to'g'rilab bo'ldi. Bu o'kirim shitimiz 35 kvarlik bo'ldi. 35 kvar bilan to'liq qoplab beryapti 30 kvar. Mana endi amperga qaraymiz. Mana amper ichidagi 57 dan 44 qolyapti. 44. Hozir endi o'sha holatda mana o'chiramiz. Ushlab turibdi. Mana kosinus to'g'rilagan. Mana endi o'chirdik. Endi mana qarashingiz mumkin. Mana yana 56 ga chiqdi. Endi men kamerachada tursam men ko'taraman. Mana rasxod motor yurib turibdi. Mana ko'tarilish boshlaydi hozir. Banka birinchi banka qo'shildi. 2 3 4-chi banka mana. Ko'rishingiz mumkin, mana kompensatsiya qilyapti. Lekin motorda hali ham mana 57. Bu yerda kirish, o'sha kompensatsiya qilgandan buyon 44. Ichida reaktivka o'zi sundirib olib o'ziga olyapti banka. Maqsadi shu bankalar qo'yilishdi. Iqtisod qilish elektr energiyani.